Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil urush boshlanganidan beri Bayrutga eng shiddatli zarbalarni berdi. AQSh sulhni buzdi. Eron Hormuzni yana yopdi. AQSh va Eron kelishuvi barbod bo'lishi mumkin. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vitronik ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Isroil urush boshlanganidan beri Bayrutga eng shiddatli zarbalarni berdi. Isroil 8-aprel kuni Bayrut markazidagi aholi zich yashaydigan savdo va turar joy hududlariga shiddatli zarbalar berdi. Bu urush boshlangandan beri shaharga qilingan eng kuchli va shafqatsiz hujum bo'ldi. Oqibatda kamida 254 kishi halok bo'ldi. 1000 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Avia hujumlar AQSh va Eron o't ochishni to'xtatishga kelishgandan bir necha soat o'tib amalga oshirildi. Livan sog'liqni saqlash vaziri Rakan Nasriddin mamlakat bo'ylab 100 dan ortiq havo hujumlari uyushtirilganini aytdi. Tez yordam mashinalari jabrlanganlarni shifoxonalarga olib ketmoqda. Biz xalqaro tashkilotlarni Livan sog'liqni saqlash sohasiga yordam berishga chaqiramiz, dedi u. Avia hujumlar Bayrut, Beka vodiysi va Livan janubidagi hududlarga qaratilgan. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz hujumlarda Hizbulloh infratuzilmasi nishonga olinganini da'vo qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu 2024-yildagi pejerlar portlatilishi operatsiyasidan keyingi eng yirik zarba hisoblanadi. Isroil armiyasi zarbaga uchragan infratuzilmaning aksariyat tinch aholi yashaydigan hududlar markaziga joylashganini va aloqador bo'lmagan shaxslarga zarar yetkazmaslik uchun imkon qadar choralar ko'rilganini ta'kidladi. Hizbulloh hujumlarni qoralab tinch aholi punktlari nishonga olinganini ma'lum qildi. Livan parlament spikeri Nabih Berri buni to'liq harbiy jinoyat deb atadi. BMTning Livan bo'yicha maxsus koordinatori Janin Hennis ham Isroil hujumlari davom etishi mumkin emasligini aytdi. Hech bir tomon o't ochish yoki zarba berish orqali g'alaba qozona olmaydi. Hozir barcha harbiy harakatlarni to'xtatish, to'g'ridan to'g'ri muzokaralar va 1701 rezolyutsiyaga asoslangan aniq yo'l xaritasi vaqti keldi, dedi Hennis. U BMTning 2006-yildagi rezolyutsiyasiga ishora qildi. Unda Hizbulloh va Isroil o'rtasidagi harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqiriq mavjud. Havo hujumlari AQSh va Eron 5 haftadan ortiq davom etgan urushdan so'ng 2 haftalik sulhga kelishilgandan bir necha soat o'tib sodir bo'ldi. Vositachi Pokiston esa Livan ham kelishuviga kiritilganini bildirdi. Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu sulh Livanga taalluqli emasligini aytib, hujumlar davom etishini ma'lum qildi. Biz Hizbullohga zarba berishda davom etmoqdamiz, dedi u va Isroil barmog'i tepkida ekanini va har qanday paytda Eron bilan jangga qaytishga tayyorligini qo'shimcha qildi. Livan bosh vaziri Navaf Salam Isroil aholi zich joylashgan hududlarga hujum qilib, himoyasiz tinch aholini o'ldirganini aytdi. U Isroilni xalqaro gumanitar huquq normalarini butunlay mensimaslikda aybladi. Livan barcha do'stlarini mavjud imkoniyatlar orqali bu tajovuzni to'xtatishga yordam berishga chaqiradi, dedi Salam. Hizbulloh vakili Ibrohim al-Massaviy agar Isroil o't ochishni to'xtatishga rioya qilmasa, Eron va uning ittifoqchilari javob qaytarishi mumkinligini bildirdi. AQSh sulhni buzdi. Eron Hormuzni yana yopdi. Eron Isroilning Livanga bergan avia hujumlardan so'ng Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlar harakatini to'xtatdi. Bu haqda Fars agentligi xabar berdi. Eron harbiy dengiz kuchlari Tehron ruxsatsiz o'tishga uringan kemalar yo'q qilinishi haqida ogohlantirdi. AQSh va Eron 8-aprel kuni 2 haftalik sulhga erishgandi. Kelishuvga ko'ra Eron Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatiga to'sqinlik qilmasligi, AQSh esa Tehronga zarbalarni to'xtatish kerak edi. Sulhdan so'ng grek mulkdorlariga tegishli 2 ta kema bo'g'ozdan o'tishga ulgurgan. O'quv matbuot kotibi Caroline Levitt Hormuzning yopilishini mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini aytdi. Men prezidentning Hormuz bo'g'ozi zudlik bilan, tez va xavfsiz tarzda qayta ochilishi kerakligi haqidagi talabini yana bir bor ta'kidlayman, dedi u. Tasnim ma'lumotiga ko'ra, agar Isroil Livandagi operatsiyalarni to'xtatmasa, Eron AQSh bilan tuzilgan sulhdan chiqishga tayyor. Livanni o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlariga kiritish bitimning majburiy qismi bo'lgan.
Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu sulh Livanga tatbiq etmasligini aytgan. Eron parlament spikeri Muhammad Bag'ir G'olibov Tehron tomonidan o't ochishni to'xtatishga asos qilib olingan 10 bandlik rejaning 3 ta asosiy bandi buzilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil o'z harakatlari bilan ikki tomonlama sulh tuzishni mantiqsiz qilib qo'ygan. G'olibov rivoya etilmagan 3 ta bandni sanab o'tdi. Birinchisi Livanda o't ochishni to'xtatish bandiga rivoya qilinmagani. Bunga Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham ishora qilib, sulh barcha frontlarga, jumladan Livanga ham taalluqli ekanini aytgandi. Ikkinchisi Eron havo hududining buzilishi. Fors viloyatining Lar shahri osmonida Isroilga tegishli Hermes 900 dron urib tushirilgan. Uchinchisi Eronning uranni boyitish huquqi inkor etilishi. Bu huquq Eron taklifining 6-bandida mustahkamlangan. Biroq Trump tomonlar muzokaralar asosi sifatida AQShning 15 bandlik rejasini olganini, unda uranni boyitishni to'xtatish ko'zda tutilganini da'vo qilgan. Eron 10-aprel kuni Islomobodda bo'lib o'tadigan muzokaralarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, delegatsiyaga G'olibovning o'zi boshchilik qilishi kerak edi. AQSh tomonidan vitse-prezident J.D. Vance ishtirok etishi kutilmoqda. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi muzokaralar Amerika tomoniga ishonchsizlik bilan olib borilayotganini, Eron harbiylarining barmoqlari esa hali ham tepkida ekanini bildirdi. AQSh va Eron kelishuvi barbod bo'lishi mumkin. AQSh va Eron o'rtasida 8-aprelda erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi jiddiy sinovga duch kelmoqda. Hizbulloh guruhi agar harbiy harakatlarni to'xtatish rejasi Livanni o'z ichiga olmasa, sulh uzoqqa bormasligidan ogohlantirdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Hizbulloh rasmiy vakili va parlament a'zosi Ibrohim Musaviy agar sulh Livan frontini qamrab olmasa, u butunlay barbod bo'lishi mumkinligini aytdi. Deputatning ta'kidlashicha, kelishuv Isroil bilan bo'layotgan to'qnashuvlarni ham o'z ichiga olishi shart. Musaviyning so'zlariga ko'ra, agar Isroil bunga amal qilmasa, mintaqa, jumladan Eron ham javob qaytaradi. Bu bayonot Tehronning uzoq muddatli pozitsiyasini, Eron va Livandagi mojarolar yagona operativ maydon ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Isroil tomoni esa buning tamoman aksini ta'kidlamoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu mazkur kelishuv Livanga tatbiq etmasligini ochiq aytdi. Isroil harbiylari Hizbullohga qarshi kurash, jumladan quruqlikdagi operatsiyalar davom etishini tasdiqladi. Ma'lum qilinishicha, sulh kuchga kirgandan buyon Isroil kuchlari Livan janubida bir qator zarbalarni amalga oshirgan. Mavjud kelishmovchiliklar mintaqaviy zarbalar fonida yanada keskinlashmoqda. Xalqaro hamjamiyat qisman kelishuvlar bir nechta davlat va ishtirokchilarni qamrab olgan mojaroni to'xtata olmasligidan xavotirda. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Alberes Isroilning Livandagi hujumlarni davom ettirayotganini qabul qilib bo'lmas deb baholadi va barcha frontlarni sulhga kiritishga chaqirdi. AQSh va Eron 8-aprelga o'tar kechasi o't ochishni 2 haftaga to'xtatishga kelishib oldi. Bu Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif so'roviga asosan amalga oshirildi. Hozirda tomonlar 10 va 15 bandli urushni to'xtatish kelishuvini ko'rib chiqmoqda.